Oyligi hozir 75-80 million. Qancha bo'ldi degansizlar? Kelganimga bir oydan oshib qoldi. Iste'mol o'zim kuzatib olganimni. Ha. Hozir nima ishlasiz? Hozir boshida nima ishlaysiz? Hozir nima ishlaysiz? Dastlab boshida kelganimda жесткий упаковкада ishladim. Upakovkada. Upakovkada. Keyin yukladi, sortirovka qilib upakovka qiladi. Shu birpas ishlagandan keyin o'zimni bilim anaqalarimga operatsiyaga o'tib oldim. Shog'irmasini faqat Yo'q, qabul qilasizlar. faqat yuk qabul qilaman. Keladi. Taroziga turadi. Parametrlarni hammasini ko'ramiz. Mana uzoqqa ham, buyoqqa olib chiqib qo'yaman. Oyligi hozir 75-80 million atrofida. Lekin ko'p xohlasa potensial bor. Agar o'zingizdan ko'rsatib yaxshi ishlasangiz, normallik ko'tarib, premiyalarni berib,